Balam, qo'ylarni ayda. Balam, sen oyoqqa bor. Balam, ala patını. Sen qo'ylar şaxşat etme. Bu ne balam, bu ne? Balam, ben öyülme kaçtıray. Sen qo'ylar obdan qara, ha? Ma'qul dada. Acabını yerip kettim. Davamlı mı yalnız qo'ygan? Gündüz nima ish qilasan? O'rmon chorlayman deb kashkicha o'rmonliqni orlab yurgan. Qanday qilib to'qamsa, xizmatimiz to'g'riqlarni qovdash bo'lgan ekan. Voy. Qara, qanday turdi? Shundoq. Birasi o'g'liga o'xshamamdi. Shundoq o'xshaydi. Bu qanday qatmabdi? O'zi bu mumkin. E'tiborli hayvonlarimiz ziyonkashlik uchirdimi nima? Yaqinda buyon jangal qildiganlar ko'payib qoldi. Rost aytsan, pul uchun hammani qiladi bu haqlar. Qara, ovutraplardan bor ekan. Jira, ber paqayli. Bu bal nereden kelgan da? Sınıf yok mu?
Yurak so'qishim to'xtabdi. Tez saqchi xabar qil. Hey, saqchi darsimi? Qaranglar, mana bu noyimizga tava sharqi cho'ng jangalda yaqindan buyon yuz berayotgan g'alit qotillik dilosi. Bu qotil zodi kim? Qotillik qilishga muddaosi nima? Bu hozirgacha aniq emas. Ziyonkashlik uchiruvchilarning hammasi intoyin vahshiylarcha o'ldirilgan. Lekin mol-chorvalarga qilchi ziyon yetmagan. Ta hozirgacha bu qotilning biror izi va yoki derigimi yo'q. Bu jangal burundan tortib odam qadam bosmaydigan, hech qanday aholi o'ltiraqlashmagan jangal edi. Lekin yaqin yillardan buyon bu jangalga boshqa yerlardan bir turkum chorvachilar kelib o'ltiraqlashishga boshlagan. Shuningdan buyon bu jangalda tuyuqsiz mushundaq o'ltirilgan chorvachilar ko'payyotdi. Ziyonkashlikka uchirganlar asosan mushu jangaldagi chorvachilar va o'rmon saqchilari bo'lib, dastlabda shu yerlik chorvachilar ziyonkashlikka uchirgandan keyin shu diloni tekshirishga borgan yerlik saqchilarmi kayni-kaynidan ziyonkashlikka uchirgan. G'alit yer shuki, ta hozirgacha bu diloga munosabatli hech qanday bir yo'quchi yo'q. Bu ahvol shu atrofdagi chorvachilarga cho'ng bir tahdid bo'lib qolmoqda. Yo'ldoshlar, bu qotil zodi kim? Qotillik qilishga muddaosi nima? Bu ta hozirgacha aniq emas. Ziyonkashlikka uchirganlarning hammasi intoyin vahshiylarcha o'ldirilgan. Lekin mol-chorvalarga ziyon yetmagan. Yuqoridagilarmi bu diloga alayda ko'ngil bo'layotdi. Shunglashqa bizning bu diloni fosh qilishimiz uchun bir nafar qobil saqchini biz tarafga avatdi. O saqchi alayda qismda tarbiyalangan bo'lib, nurg'un dilolarni o'zi muvaffaqiyatlik ham tez fosh qilib, nurg'un qatim munavvar saqchi bo'lib mukofotlangan. Uning keladigan vaqtimi bo'lib qoldi. Doklad, ben yuqorida aytgan saqchi Asqar bo'laman. Qani o'tiring. Yo'ldoshlar, hammanglar bu diloning ahvolidan asosan xabardor bo'lib qoldinglar. Baturjon, siz Boshla. bu qatimqi diloga yo'ldosh Yalqin bilan ishkinglar hamdamda bo'lsizlar. Qandaq? Bu diloga boshqa fikringlar yo'qmi? Yo'q. Undaq bo'lsa, yig'inimiz mushagich bo'lsin. Chiqib tayyorlik qilinglar. Tayyorlik bitdimi? Bitti. Qani, sandiqni oching. Mana bu sizlarga berilgan qurollar. Obdan tekshirib, topshirib olinglar. Qolgan lazimatliklar mashina qoldi. Aloqa qilish qulaylik bo'lsin uchun bu soatni birdan taqib olinglar. Bu qatimqi vazifa to'limi mushkul ham qiyin. Bu jarayonda sizlar bilan aloqa qilishga saqchi oliya mas'ul bo'ladi. Bir dona jip mashina tayyorlab qo'ydik. Sizlarga utuq tilayman. Darhol otilinglar. Orliq qancha kilometr? Dilo yuz bergan jangalning orlig'i bu yerdan 80 kilometr bo'ladi. Lekin jangalda yo'l bo'lg'achqa nurg'un joylarni piyoda mengishga to'g'ri keladi. Bundaq jangalda vazifa ijro qilish tunji qatimliq. Shundaq, tunji qatimliq. Boshla, siz to'y qilganmi? Nima bu boshliq degan? To'l takalluf qilma. Men to'y qilmadim. Hamisa loyiqingizga bo'ladi. Ba, lekin xizmat oldirachonligida turmush ko'ngil bo'lgidek nima vaqt deysan? Sinimchi. Hozir qizlar saqchilar bilan to'y qilishim qolmaydi. Nimdigina o. Chaqchaq qilyotdi. U Qatarda to'y qilmoqchi. Vazifa tugagandan keyin to'y shirab ichirganmizda. Albatta. Sencho, to'y qilgansan. Qilganim bor. Turmushim degandek ko'ngillik emas. Nima ish qilaysan? Ayolim xizmatimdan toza rozi emas. Saqchi bo'lganliging uchunmi? Mening uyda bo'ladigan vaqtlarim oz bo'lg'achqa, bolamga va ayolimga degandek ko'ngil bo'lib ketamidi. Shunlashqa ayolim hadislar
Senin bilan so'qishib xizmat almashtirdi, ko'zimga kirib oladi. Nima amal deysan? Lekin men yanada o'z xizmatimni yaxshi ko'raman. Ondaqda ayollarning xafaligi menga tugmaydi-da. Amal qancha deysan? Bak amal bo'lmasa kasbim uchun turmushimda voz kechishim kerak. Sen jimiblik etding qo'y. Jangalga barabamayla qo'saqlarim yechib ketdi qo'y. Qo'saqli deydi ekansan. Oziq-tuliklarni elib olgansizlar. Elib oldik, to'q ustidan boshqa hammani. Xotirjam bo'ling. Balang necha yosh? 2 yosh. Yo'l tugidi. Endi piyoda bo'lmay amalimiz yo'q. Farita. Qaranglar. Mana bu bizning turayotgan o'rnimiz. Biz endi nurg'un joylarni piyoda bo'lmay amal yo'q. Başından tushaylik. Yuk taqlarni elib olinglar. Tezroq mangaylik. Yetishmanglar. Tezroq. Avaylanglar. Yalqın avayla. Tezroq manglar. Bu yerga o't ketdimi nima? Yetishmanglar. Ekide, ben kötürüp olay.
Bu yer bekni sürülükken. Nişanğı yana qancha kilometr mağımız? 5-6 kilometr. Acaba berib ketdimi? Birdam aramalaylıma. Shunda qilayli. Xartneb gel. Qaranglar. Xartiga qaraganda biz hozir odamsiz rayonga kirib oldik. Bu yer qumluq. Biz borgan jangalga ozliq qoldi. Hushyorligimizni o'stirib, o'zimizga puxta bo'laylik. Bildinglarmi? Bildik. Yaxshi. Qusuzlik yetamdi. Yetidi. Bu joyning jug'rafiyalik yer shaklini sizlar mendan yaxshiroq bilasizlar deyman. Shunda. Qurollarni tekshirib boqaylik. Qural yo'qtirdi-ku. Nima? Oylim ushadi de. Hech qanday bir g'ayri izmi yo'q. Ahvolni idoraga ma'lum qilamdiq. Yo'q, bo'lmaydi. Jangalga kelganmaylar qurollarning yo'qligini bilsa, ular bizni yaramaskan demamdi. Juringlar, izlab boqaylik. To'xtanglar. Bu o'rmonliq bak quyuq ekan. Biz hozir qurolsiz qoldik. Yo'lni bepush izlashimiz lozim. Tushundim. Aloqa soatimizni tekshirib boqaylik. Aloqalash chastotasi to'g'ri bo'lishi kerak. To'g'ri ekan. To'g'ri ekan. Bir ish bo'lsa soat orqali aloqalashamiz. Yo'lnayli. Biror ish bo'lmaganda. Yo'q. Bundaqda Batur, Yalqon, oldinglarmi? Men ipuchi bayqadim. Bu yerda qon izi turdi. Darhol kelinglar. Ishchadoq. Evet. O'rningdan tur. Sen bir ish bo'lmaganda. Yer tur. O'zing tutib ol. U yolg'on. Meras, u yolg'on. U yolg'on aytibotdi. Menga ishon Yalqon. Men olvas emas. O'zingni tutib ol.
Ben seni öldürtmem. Bıçak ne lan? Nima ish bo'ldi? Yetiş yok. Bana gel. Yürü lan. Yaxshimisiz? Yaxshimisilar? Diqqat qilib anglanglar. So'zlang. Buningdan bir hafta burun u yerga biz tarafdan avatilgan bir nafar qobil razvedchikimiz yo'qolib ketdi. Yelishimizcha u razvedchikimiz bu dilo to'g'riliq nurg'un materiallarni to'plab, kompyuter nur diskisiga qachlab olgan ekan. Sizlar avval ashu yo'qolib ketgan razvedchikimizni topsanglar, bu diloni aniqlash ko'p osonga tushadi. Rahmat sizga. Hech qisi yo'q, aloqalashib turaylik. Yürü lan. Yürü lan. Kileyle tutuk. Karanla bu kanınızga. Bu kanınızga anca uzun bulmaptı. Ağı tarafdan bakın. Adam kendimi de. Qon izini bo'ylab oladi. Avaylanglar. Bir qarab boqaylik. O cho'qimilga yo'qolib ketgan saqchi. Endi turib boqaylik. Bir narsa bor ekan. Menimcha bu nur diskisi bizni da'vatgan disk bo'lishi mumkin. Menimcha bizni da'vatgan nurg'un ipuchi mushu diskida. To'g'rimi? Menimcha shunday. Biz buningdagi materiallarni ko'rsaklar, hamma ishimiz osonga tushadi. Shunday. Sen berib mashinadan kompyuterni olib kel. Ma'qul. Qara, bu zot qandoq o'lgandi? Ko'rdingmi? Biror yerda izmi yo'q. Qandoq o'lgandi? Besharlandimi? G'alati ish bu. Yotning kayfiyati saqlandi. Shundoq. O biz taraf qarab kelyotdi. Qandoq narsa
Sen ol. Tez. Tez bol. Tez. Tez. Tez bol. Tez. Su zehraylı. Zehra. Nemi degansiz? Nima bu? Sessiz sukan bu. Kiyimlerim kuruptu. Saatga suv kirib buzilibdi. Meningmi ishlamay-yotadi? Jura, yalqin topayli. Allah diye dileymen, bir Hudadan dileymen, bir Hudadan dileymen. Hesabı yok benden diyen,
insabini tilayman, insabini tilayman. Davabiyim al yarim, trepçüllerde çal yarim, trepçüllerde çal yarim. Ben musafir seni garip, beni keyninge sal yarim, beni keyninge sal yarim. Adam sorsa, adam sorsa, beni zindan didu dalla, beni zindan didu dalla. Bir gözü kan, bir gözü yaş, yığlap yattı dudağla, akşap yattı dudağla. Almasdi! 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 Nima bo'ldi? Almasdi! Nima bo'ldi? O'zingni besib ol, nima bo'ldi? Almasdi! Nima? Olmasdi? Nega olmasdi? Seni qarib esibdi. Bo'ldi. Birdam yetib ol. Hiç ulanmaydı o. Ulan nima bo'lgan? Yaxshimisiz? Qani so'zlang. Men Botir bilan askarni topamayapman. Aloqamiz uzilib qoldi. Menga yordam qilib, ulab bergan bo'lsangiz. Bo'ladi, men izlab baqay. Men ularni topamadim. Ularning aloqalash saytidan ko'chil ko'rilgan o'xshaydi. Ularni topgan hamon men sizlarga xabar qilay. Bo'ladi. Yaxshimisizlar? Yolqin sizlarni izlayotdi. Sizlarga nima ish bo'ldi? Saytimiz suv kirib ketgandi. Shundaqmi? Bizga ulab bering. Sizlar nada? Sizlarga nima ish bo'ldi? Ketish yo'q. Qaniz boyada ko'rishayli. Tez bo'l. Gel, tez bo'l.
Deskin salaylı. Özünüzün parolunu kaldırın. Bu ölüp ketken sakçının toplagan materyalları okşaydı. Şunday, tezda çek. Bayqishimcha, bu alvasti kunduzi ko'rinmas holatda bo'lib, har xil o'zgaraydi ekan. Ajablanarligi shuki, bu alvasti menga biror qatim uchrab boqmadi. Yerlik malchilarning yig'ilishimcha, bu alvasti har haftaning ma'lum bir kechasi mush suratdagi oltiga qaytib, sharq tarafdagi qadimiy qabristonlikka bordi ekan. Dal shu vaqtda alvastini o'ldirish eng muvofiq chora. Lekin men bu kunning zodi qaysi kun ekanligini faqat bilamadim. Bu kun zodi qaysi kundi? Bu gün zaten qaysi kundi? Tapdel. Dam elish kuni. Yakshanba kuni ekan-da. Menimcha, unda qamasda qiladi. Biz jasadni yana bir qatim tekshirib, o qadimiy qabristonlikni topaylik. Yuringlar. Tepsili aktur bakaylı. İşim yoktu. Namazdı. Selleminin joyida kelib qarabim. Men sellemni o'ldiribman. Tez kaçayım, tez. Tez bol. Qassanglarmi bekor? Men sizlarni o'ldiribman. Kechib qutulolmaysizlar. Tez bol. Tez. Bu qandoq ya? Uyuq ne ketken. Batur, sen ne de? Özümü bilmeymen. Ben bir qarang'iyaga so'ngib qoldim. Qanda xo'p kirib qolding? Bu alvastının heylisi o'xshaydi. Ko'z oldimda bir nur paydo bo'lib kirib qoldi. Sana qandaq yordam kerak? Sen derhal qabristonlikni tepib alvastini tezroq o'ldirgin. Ondan meni qutqizib olaysan. Tez bo'l. Bo'ladi. Men o qabristonlikni tepib seni chuqur qutqizib. Meni kechirgin. Sana yordam qilamidi? Hech qisi yo'q. Bu etrafda odam bor o'xshaydi. Oy yigit, to'xtang! Oy yigit! Oy to'xtab turing! Oy yigit, to'xtab turing!
Ay yigit to'xtang! Yigit, menga yordam qilgan bo'lsangiz. Qanday yordam lozim? Mushu tarafda bir qadim qabristonlik bor deb angladim. Aras. Kunchiqish tarafda bir qadimiy qabristonlik bor deb angladim. Meni u yerga olib qo'ya olasizmi? Men bir soqchi vazifa ijro qilyapman. O'tnib qolay. Meni olib qo'ygan bo'lsangiz. U yerda xatarlik. Xatarlik bo'lsin borman. Amsi bo'pti. Rahmat. Çoğun adam davamlı aş tarafta qadimiy qabristonlikning borlig'ini bizga deb beradi. Lekin qattiq bormasligimizni aytgan. U ya'ni Olbosning qabrisi deb ataydi ekan. Sizni mushayiga akab qo'ya olayman. Bo'ladi. Rahmat sizga yigit. Qarang, oldimizdagi ov do'nglikni o'singizlar, sizga qabristonlik yetib bora olasiz. Undaqda yaxshi yigit. Rahmat sizga. Hech qisi yo'q. Xo'shamsa, omon bo'ling. Xo'sh. Xo'sh. Qabristonlik shumimi? Bu joy nima degan so'rlik?
Meni kirgizivat. Tez bol ishkini och. Meni kirgizivat. Bu yaqin ovozi. Meni qutqizib ol. Ishkini ochqin. Meni qutqizib ol. U yiqilg'in bilan o'lmaga o'xshamamdi. Ishkini açsam qandoq bo'ladi? Vay kulum. İşkini aç. Vay kulağım. Elime kirgizgandi. Endi qandoq qilsak ketadi?
Zaharli su. Bugungi charlash vazifamiz tugadi. Endi punktga qaytaylik. Qara. Bu nimaning izidir? Nima degan yo'g'on iz bu? Bu texi yangi iskan. Texi ko'milib ketmabdi. Qara, o yoqda odam turdi. Qara taqay. Un punktga qaraylik. Tez bo'l. Avayla. Astroq. Astroq. Uning suv ichirib baqayli. Hey. Uşaq geldi.
ko'zini ochdi. Yo'layli. Bu qayya? O'rmon muhofazat punkti. Men bu yerga qandoq kelib qoldim? Sizni biz yeb keldik. Ne bo'ldingiz? Qizib qolibsiz-ku. Zaharlik. O zaharlangan o'xshaydi. Tez berib dori kel. Ma'qul, hozir boray. Gelim qichishib ketyapti. Yetib aram elib edi. U hozirlik keladi. Yaxshi aram elib. Meni ko'gim keldimi? O'g'lim ishkinlanib, bakmi ko'gim keldi. Bu qadimgi vazifa tugagandan keyin sizlar bilan birga bo'laman. O'g'lim ishkinladi. Hargiz ayrilmayman. Endi sening bilan so'qishib o'tirmayman. Doğru içi verin. Astırak. Avayla. Astırak. Yaxşı bo'lib qoldingizmi? Yaxshi bo'lib qoldim. Yurayli. Siz saqchimi? Siz bu chatjangal qandoq bo'lib kelib qoldingiz? Mening muhim vazifam bor. Men bo'lmasam bo'lmaydi. Lekin siz tek yaxshi bo'lolmagan tursingiz. Sizlarga ko'p rahmat. Xo'sh yangsa. Hey. Bu qandoq bo'g'ini bu? Yana bir ish kun dam olsangiz bo'ladi. Bo'ldi. Mendan asirmanglar. Xo'sh. Hey, o bir yer neymiş bilen kelgandi? Men muhmido. Muhim vazifam bor deydi-ku. Neymiş ya bu?
Meni qo'yib Yay! Asqar, sen qayerda? Men sharq tarafdagi jangalda. Men tilsimdan oxir qutuldim. Rahmat sana. Hech qisi yo'q, Batur. Vazifa to'liq tamomlandi. Sen tezroq qaytib kel. Saqlab tur, hozirla borman. Balam, ishib kechib qolsin. Tezroq bo'l. Meni bir hafta dam olish quvvati yopa. Olvasını öldürmende neçə gündürlər çırayımı özgürüp gedibdi.
aldavatam sen. Menden hergiz kaçıp kutulanmaysan. Yakından böyle bir şey olacak. Cangalda yüzlerden Asakçı senede. Asakçı Asakçı senede. Asakçı senede. Ben vazifeni hazırlık tüketim, izahçı. Ben olarak genceydi. Asakçı. Cangalda. Cangal değil. Vazifeni hazırlık tüketim, izahçı. İyi de. İyi de.